Bonusiga 20 ta shipir qo'shib beramiz. Biz Endi melichopga ish qilmaymiz aka. Yilda oxirisida eng ko'p savdo qildirtirgan ustamga degan yozuv bilan uyiga borib beramiz. Assalomu alaykum qadrli Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilar va qurilishlarni boshlab olib, qulay narxdagi yog'ochlarni qayerdan olishni bilmayotgan aka-ukalarimiz uchun bugun biz yana Surxondaryoda qurilish mollar sistemasi bo'yicha nomeradin bo'lib borayotgan Qiziriq qurilish bozoridamiz. Bugun bozorimizda Dilshod akamizning pavilyonidan yog'och, shefer narxlarini to'liq obzor qilamiz. Agarda siz Angordan, Denovdan, uzun tumanlardan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, Qiziriqqa kelishingiz shart emas, chunki o'sha tumanlarda o'zida filiallar mavjud. Pastdagi raqamlarga shundoq aloqa qilsangiz, filialning lokatsiyasi va nomerlarini sizga bog'lab berishadi. Bu Qiziriq bozoridagi manzil esa shundoq birinchi darvozadan kirganingizda Sak gilamlar do'konining ro'parasida shuna kelsangiz, mana shu yerda katta ob'yomda yog'ochlar sotiladi. Endi esa narxlarini to'liq obzor qilamiz. Bizni kuzatib boring. Assalomu alaykum hurmatli Umid Rashidov YouTube kanalida kuzatuvchilari. Mana bugun xudo xolasa biz Qiziriq bozoridan yog'ochlarni obzor qilib beramiz. Kimgadir narxlar qiziq bo'lsa, qanaqadir yog'ochlar, shipirlar kerak bo'lsa, ko'rsatib narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Xo'p, Dilshod aka, qaysi yog'ochlardan boshlaymiz bugun? Bugun nasib bo'lsa mana 4 metrlik 15 ga 5 lik lisva yog'ochlarimizni boshlaymiz. Uzunligi 4 metr, qalinligi 15,5 ga 5,5 lik lisva yog'ochlar aka. Bir vagon kelib turgan. Bizda bundaqa kichkina kam emas. Vagon keladi, xudo xolasa hamma yuklarimiz. Xo'sh aka, narxlari necha pul buni? Bu 15 ga 5 lik lisva yog'ochimizning narxlari bir donasi 150 ming so'm. Bemalol metrlab ko'rib kelganlargacha? Videoni ko'rib kelganlarga nasib bo'lsa aka sizning nomingizdan kelsa yana ham aksiya skitkasini qilib beramiz. Keyin bitta narsa borda, har doim men kelganimda reklama qiluvchilarga oldindan aytib qo'yaman. Bu ko'rayotganlar zavq bo'lishadi. Hozirda aytilayotgan narxlar ertaga salgina klient ko'payib qolgandan keyin Yo'q, akajon, unaqa narsa bizda bo'lmaydi. Xudo xolasa YouTube'dagi ko'rgan narxda beramiz. Undan ham o'tib beradigan joylari bor. Bugungi sanamiz o'rtoqlar 27-iyun 2026-yil sanasidagi narxlar. Narxlar o'zi mo'tadil o'zgarib turadi, sal-pal. Lekin mana shu yaqin haftaning ichida kelsa, misol mabodo kimga bu 2 oy 3 oydan keyin 2-3 oydan keyin narxi yo o'sib ketishi mumkin, balkim tushib ketishi mumkin. O'shanga qarab vaziyat o'zgaradi. Yaqin 10 kun, 15 kun ichida keladiganlarga narxi bir xil stabilni turadi. To mashbagon tugaguncha. Ketdik yana. Keyin bu 18 ga 4 lik strapl 6 metrlik sasna materiallarimiz aka. Bir donasi 160 ming so'm. Mana shu 18 ga 4 lik. Keyin mamusi bor aka, 18 ga 3,5 lik. Mana sella pachka turibdi, ikkita pachka 18 ga 3,5 chiqadi. Bir donasi 150 ming so'm, 6 metrlik holatida. Keyin bunisi bor aka, 20 ga 3,5 lik. Uzunligi 6 metr, materiali sasna material. Bu usta o'zi ko'rsa bittada biladi yog'och qanaqaligini. Buni bir donasi 175 ming so'm, 6 metrlik holatida. 20 ga 3,5 metrga qo'yib tekshirib oladi. Hozir biz metrga qo'ymaganimiz sababi aka, hozir ko'plar kommentariyada negativ bo'lishi mumkin. Metrda o'zlari yasab olgan, unaqa. Shuning uchun metrsiz ko'rsatamiz. Chunki o'zlari tekshiradi, o'zlarini metr bilan ko'rib oladi. Chunki negativ kerak emas bizga. Bizga ko'rsin, yaxshisini olsin. Klientimiz ko'p bo'lgani yaxshi aka. Keyin bu mana bu 10 ga 3,5 lik akajon. Uzunligi 6 metr, bu kamroq bir 2 kubami qolgan, kamroq qolgan. Bunda yana keladi xudo xolasa. Bir donasi 75 ming so'm, 6 metrlik holatda. 10 ga 3,5 lik. Keyin bu 12 deb sotiladi, lekin metrga qo'ysangiz 11 ga 3,5 chiqadi aka. Uzunligi 6 metr, materiali sasna. Xuddi mana shu narsadan akajon. Materiali sasna. Bir donasi 95 ming so'm, 6 metrlik holatida. Keyin akajon, mana bu narsa bor. 14 ga 4 deyiladi, aytilishi, klientlar so'rasa, metrga qo'yasiz 14 ga 3,5 ko'rsatadi. Uzunligi 6 metr, sasna material. 115 ming so'm, 6 metrlik holatida. Yaxshilab ko'rsatib, nima qilasiz? Ham klientni o'zi akajon metrga qo'yadi. Mana obzorlarga qarasangiz, archaligi bilinib turibdi akajon. 100 talik sasna material. 9 ga 5 lik 10 deyiladi, 9 ko'rsatadi metrga. 105 ming so'm, 6 metrlik holatda. Qalinlik 5 rovno ko'rsatadi. Mana bu 12 ga 5, lekin metrga qo'yasiz 11 ko'rsatadi. 125 ming so'm.
Bundan o'tir joyi bor yana. Pilisovka, milisovka. Ha, pilisov, milisovka. Bundan o'tir joyi bor. Yana ham tushib beramiz. Chunki bundan ko'p. Bu mana 20 ga 38 talik. 19 ga 308 ko'rsatadi mana bu narsa aka. Selli pachga turibdi. Buni narxi 180 ming so'm. 6 metrlik holatida. Keyin akajon mana bu eng erkata yog'och. Mana bu 20 ga 5 lik sasna material. Ya'ni birinchi sort, eng bunaqa materialga qarasangiz o'zi bilinadi. Bundan xudo xolasa mana joyi ochilib turibdi. Yana bir vagon keladi aka. 15 ligi, 20 ligi, 18 ligi, 12 ligi keladi bir vagonda. Necha pul qilib beramiz? Buni 6 metrlik holati 225 ming so'm. 6 metr holat, mana 20 ga 5, rovni 5 o'lchov oladi. Keyin Dilshod aka. Endi qarang, labay akason. Mana shu videoni ko'rib kelgan, sizning mijozlaringizga bonuslar bor dedingiz kecha. Bonus qilib beramiz akajon. Qarang, bonus bonuslarimizni endi amalda sinab ko'rsatamiz. Siz videosini qo'yib borasiz. Biz qilgan bonuslarni biz unaqa katta va'da qilib, unaqa qilamiz, unaqa qilamiz deb aytgan gapimizga javob berishimiz kerak. Shunaqa. Bizga bitta katta kirisha qilinadigan klientimiz kelsa, mabodo kim Lombos, ha, bu noldan короче taxta lombos loyshoq kirishaniki bo'ladigan bo'lsa, bonusiga 20 ta shipir qo'shib beramiz. Biz melichovka ish qilmaymiz aka. 20 dona shipirda ham eng zo'ri, o'zi qanday zo'rini olayotgan bo'lsa, o'shanga bonus qo'shiladi. Misol 200 ta oladigan bo'lsa, 180 taga to'lov qiladi. 20 tasi bizning hisobimizdan nasib bo'lsa ketadi do'konimiz nomidan. Mana bu yoqda dastavkalar ham. Ha, bu mana yuklarimiz mana ortilyapti. Mana ichida hozir 80 ta shipir berdik. Mana 6 pachka reyka strapillari bilan ketyapti. Qiziriq rayonda o'ziga dastavka qilib beryapmiz mana shu mashinada. Yana bitta zo'r taraf akajon bizda dastavkalarimiz tekin. Mana bunaqa bitta ikkitaga emas. Olsin, xudo xolasa zo'r narxda dastavkasi kelishilgan holatda. Kimdir 10 ta yog'och olib kelib dastavka qilib bersa, o'tib kelmaydi. Ha, u qoplamaydi akajon. O'zini o'zi yopolmaydi. Keyin mana bunaqa aka 10 lik strapilimiz bor, 10 ga 4 lik mana bu narsa. Qanchadan bular? Buni bir donasi 90 ming so'm aka. Rovni 4 ga 9 ko'rsatadi qurigan holatda, lekin 10 deb aytilishi. Keyin mana chorni rekamiz bor akajon, mana shuni ham bitta olib qo'ying. Bu uncha joyda yo'q narsa, ham 6 talik bog'langan, ham bunaqasiga 7, 7 ga 2. Bir donasi 25 ming so'm. Juda qulay narx aka bu. Donasi 25 ming so'mdan. Ketaveradi. 6 tasi 150 ming bo'ladi. 6 tasi 150 ming. Bu ko'proq joyda oladi, chorni hisobida, kattaroq joyda egallaydi bu. Yana mana bunaqa stanokka chiqartirib yotishyapti-da. Bu juda ham yaxshi. Mana bu reykalarimizni oling. Reykalarimizni ham har kuni o'zimiz sveji kesamiz. Mana buni beyoqroq qilib turamiz. Xo'p. Reykamizni turli xil reykalarimiz bor. Xohlagan razmerda klientlarimizga qilib beramiz. Mana shunaqangi toza, yangi strapildan kesib beramiz. Kesilgan tayyori ham turibdi. Bir xilda sabrichidan bo'lsa tayyorini beramiz, bo'lmasa kesib beramiz. Klientlarimiz xohishiga qarab bo'ladi. Nech puldan endi bular? Buni qarang, mana bundaqamiz bor. 5 ga 4 lik reykamiz bor. Standart metrga qo'yib oladi. Aka, men bekorga qayta aytmayapman. Metr olmaganim sababi ko'p negativlar bo'ladi. Tagida metrda o'zing yasagansan, u o'zini metr bilan kelib o'lchab oladi. 5 ga 4 lik reykamiz 275 ming so'm. 5 ga 5 reykamiz 345 ming so'm. 5 ga 5 mana shu ko'rib oladi, mana shu qalin reyka. Ya'ni aka 200 pachkalab kesib qo'yamiz, tayyor, o'zlari tanlab oladi. Keyin aka 6 metrlik 14 ga 4 lik sasna materialimiz bor. Mana bunaqangi sasna materialda ham birinchi sorti. Sortiga ham katta farq qiladi aka. Ikkinchi, uchinchi sortlari arzonroq. Birinchi sort elita yog'och bular. 14 ga 4 deb aytamiz, metrga qo'yasiz, 2 mm radiusda bilan chiqadi, 38 ko'rsatadi. 130 ming so'm 6 metrlik holatida. 14 ga 4 deb sotiladi. Keyin mana bu 14 ga 42 talik. 4 1, 4 2 ko'rsatadi. Mana selli pachka turibdi bundan ham. Bir donasi 145 ming so'm, 6 metrlik holatida. Kesib ber deydiganlar bo'ladi, 4,5 metr, 5 metr narxi tushib ketaveradi. Qancha kesilsa shuncha tushaveradi. Keyin akajon mana bir vagon polovoyimiz kelgan. 14 ga 2,5 lik, 2 lik polovoylarimiz. Mana selli tagigacha shunday. Ham eng birinchi sorti yaxshisi ko'zsiz, garbilsiz shikalatga mana yonlaridan ham oling akajon. Mana shu selli mana shuni o'zi patologik tegib turibdi. Narxlari aka 75 ming so'm. Narxlari ham qulay. Keyin bir-biriga kiyishadigan, polovoy so'raydigan klientlarimiz ko'p. Shpon aytiladi, aytilishi. Bunaqasiga 14 ga 2,5. Buni aka bitta narsasiga e'tibor qilish kerak odamlar. Bu chuqurroq kesilgan. Bunaqasi ko'proq uni qilingan. Qarang, kiradi, kirgandan keyin zazor ochilib qolmasligi uchun ko'proq.
Bunda nimasi bor? Donasi 65 ming so'm. Mana shu 14 ga 2,5lik 4 metrligi. Keyin обычный polovoyimiz bor aka. Bu ham plyusovoy varianti, bunaqa minisovka emas, mana shunaqangi sasna material. Keyin qalinligi 2,5, 14 ga 2,5. Bir donasi 60 ming so'm. 4 metrlik holatida. Xo'sh, keyin 20 ga 4,5liklarimiz bor aka. Materiali sasna juda ham yaxshi yog'ochlarimiz. Bir donasi 200 ming so'm. 20 ga 4,5 metrga qo'yinglar, 19 ga 4,5 ko'rsatadi. 18 ga 4,5 bor. Metrga qo'yadi, 17 ko'rsatadi aka. Bu qancha? Juda ham sasna nima, sifat yaxshiroq, hamma qarang aka, metr nimaga qarasangiz, archa material. O'zi yuzi aytib turadi qanaqa materialing. Buni 3 xil varianti bor. Pixta bor, beryuza bor, lisvak bor, sasna bor aka. Keyin o'zimizda hozir vodiyni ko'k teraklar ham kelyapti. Mana shunaqa chiroyli tilinib, oppoq, uzr bo'lib kelyapti. Undan emas bu. Buni bir donasi 180 ming so'm, 6 metrlik holatida. Keyin akajon mana eng erkatoy yog'ochlarga kelyapmiz. Hamma yaxshi ko'radigan qalin, ham sifati zo'r sasna materiallarga kelyapmiz. 15 ga 5 deb aytiladi, 14 ga 4,5 ko'rsatadi. Metrga qo'yasiz. Bir donasi 160 ming so'm. 6 metrlik holatida. Mana bir vagon turibdi bu yerda. Bitta ikkita emas, tugab qolmaydi. Bemalol kelyapti kinetlarimiz. Keyin akajonim, mana bu narsa bor. Bozorda deyarli yo'q bundan. Burusmi bu? Burus bu. Lisvak burus bo'lganda ham uni pachkasini ham olib qo'ying aka. Pastga tushirib qo'yib biz endi tepaga chiqib og'irib bo'lmasligingiz uchun mana shundan mana 14 ga 6lik burus lisvak materiali, lisvak material. Bir donasi 170 ming so'm. 4 metrlik. Xohlagan razmerida qo'ysa, lombozda oladigan, ko'taradigan narsa. Keyin eng ommabop narsa 16lik lisvak. 16 ga 4lik lisvak. Uni pachkasi turibdi. Bitta paqa chiqarib qo'yganimiz sababi siz o't yotmang degan maqsadda. 16 ga 4lik lisvak. Bir donasi 125 ming so'm. 4 metrlik. 14 ga 4lik lisvaklarimiz. Umid aka, mana shu narsalarni ham yaxshilab olib qo'ying. Lisvakda ham turi bor. Shunday. Birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi sort degan. Bu birinchi sortli lisvaklar, eng yaxshilari. Chunki lisvakni eng ko'p sotadigan, optim beradigan bizning do'kon. Lisvakni eng zo'ri bizda bo'ladi. Xudo xolasa, bu maqtanish emas. 108 ming so'm 4 metrlik holatida. 14 ga 4lik lisvak. Keyin 10 ga 4ligi bor aka. 10 ga 4lik lisvak. Mana bunaqasini olib qo'yasiz, bundan ham bir ozroq kelgan. Yana so'rovchilar bo'lsa olib kelib qo'yaveramiz. Qancha desa chiqadi, xudo xolasa. Bir donasi 85 ming so'm. 4 metrlik 10 ga 4lik lisvak. Keyin mana bruslarimizni oling akajon. Mana shunaqa narsalarimiz. Qolgan narsalarni ham endi ko'p narsalar qolib ketdi aka. Baribir siz aytdingizki, endi misol vaqtimiz baroq ko'p narsalar ko'rsatolmay qoldik. Hali chorneliklarimiz bor, 6 metrlik, 5 metrlik har xil yog'ochlarimiz. Xudo xolasa kelishsa, yana Xudo xolasa klientlarimiz nima istasa chiqarib beramiz. Bizda eng zo'r, eng kerakli hozir momentini aytib o'taman, ustalarimiz uchun. Bu egalarga zarar tegmaydigan narsa. Bizga ko'proq klient olib kelib, egalar bilan do'kon qilamiz, ustaga do'kon qilmaymiz. Egalar bilan talash tortishib bitgandan keyin bizning kompyuterimiz bor, kiritamiz, qaysi usta qancha keldi, qancha savdo qildi. Yilda oxirida bonusimiz mana shu Nexia 2 legenda beriladi aka. Tagiga yoziladi, nomer joyga ustamga deb yozamiz aka. Ishoning, qilib beramiz, siz o'zingiz videosini chiqarasiz. Nasib bo'lsa. Legendani beramiz aka. Bu aniq narsa bu. Ishonavering. Yilda oxirigami? Yilda oxirida eng ko'p savdo qildirtirgan ustani ustamga degan yozuv bilan uyiga borib beramiz. Siz o'shani ustida turib guvohi bo'lasiz. Nasib. Keyin qolgan ustalarga ham bonuslarimiz bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qolgan nomerlar bo'ladi. O'rin olganlarga. Ularga ham ikkinchi o'ringa iPhone 17 olib qo'yamiz aka. Bu aniq beriladigan narsa, sizni kommentariyangizga yozadi. O'sha narsani siz zakazat qilib berasiz. Videosini olasiz. Televizor, xolodilnik, ustalarniki bu. Egaga zarar tegmagan holatda. Chunki bizga qancha ko'p usta kelsa, o'shancha bizda bu yerda savdomiz yaxshi bo'ladi. Ustalar katta foydasi tegadi aka. Shunday. Bu egaga zarar tegmagan holatda beriladigan narsalar. Shifrlarimiz bormi? Shifrda eng zo'rlari bor aka. Keling ko'rsatib ketaveramiz. Aka, mana bu shifrlarimiz bor. Shifrlarimiz aka bir kunga bir mashina ketyapti, shuning uchun kamroq bo'lyapti aka. Mana ikki pachka, mana shu yerda o'zida 400 ta turibdi. Bu shifrdagi pechatlariga qarasangiz, bu zavod, sex-pextiki emas, pechatlari bilan shuni oling. Euro, Comfort, Almas House-niki bu. Bu juda ham sifati zo'r chiqyapti. Ham egalari, zavod egalari bizga garantiya qog'ozlarini 5 yil beryapti. Bu shifrga. Bir donasi 53 ming so'm. Mana shifrda bir donasi 53 ming so'm.
Keyin akajon bu narsalarni ham olib qo'ying, endi hozir sheferlarimiz bor. Dastavka mutlaqo tekin. Sheferga ham, yog'och olganga ham. Nechtadan ko'proq olgan? Endi qarang akajon, misol bu yerda hozir 10 ta desam, uyatli bo'lib qolaman, qilib bera olmaydi, chunki qoplamaydi. Bitta uyda narsasini olsin, xohlagan joyga dastavka. Bitta kuxning narsasini olsin, xohlagan joyga dastavka. Faqat 5 ta, 4 ta, 10 tadan oshdi dastavka tekin. Ha, masalan qarang. Xolos shunday Mana hozir Qiziriqda o'ziga oldi-yu, bir 4,5 millionga oldi. Ha, hozirgi dastavka ketdi. 5 millionlik, mana shu yerda o'zi 5-10 kilometrgacha 5 milliongacha dastavka. Qolgan joyiga balandroq bo'lsin, tekin dastavka aka. Zo'r. U o'zimizda mashinalar bor aka, katta Isuzu bor. Instagramda ham qo'yib qo'yasiz. Bizda 444 oq Isuzu'miz bor. Любой joyga dastavka qiladi. Keyin akajon Shepherdni respublika bo'yicha eng zo'ri bor. O'zbekiston bo'yicha chempioni mana Shepherd. Euro 250 zavodniki. Pejetlarni yaxshilab olasiz. Denomi bu? Bu Denov zavodimizniki. Bu Vodiy liniya deb sotiladi. Boshqa joyda, misol Farg'onaniki, Vodiyniki deydi, lekin bu Denovimiz Shepherd. Euro 250 zavodniki aka. Bunga egalari shunchalik garantiyani zo'r beryapti. 5 yil garantiyasi bor. Plus buni aka Shepherdda ustalar yaxshi tushunadi. Bunga Shepherdga janda ko'p qo'shilardi avvallari. Bu Shepherdga bundaqa hozir sizni telefoningiz ko'rsatmaydi. Jilka qil qo'shadi bunga. Buni mustahkamligi, garantiyasi o'shanda, sifati shunda. Buni eng zo'rligi shunda. Keling, men taxlanishlariga e'tibor qiling. Bir-biriga tushishlariga diagonalda birga bir o'lchab oladi ustalar. Ustalar buni yaxshi tushunadi. Hozir mening gaplarimni nima aytganlarimda mana shunaqangi aka, bu shipirlarim kuniga 1000 ta keladi. 1000 ta mana shu 2 pachka qoldi aka. Mana hozir kechqurun syomka qilganimning sababi bu yerda to'polanda ola olmaymiz aka. Odam ko'p bo'ladi, bunisi bunaqa, unisi unaqa, gurungimiz ko'payib ketadi. Siz ishingiz qilib ketadi aka bu narsada. Xudo xolasa kelinlarimiz kelsin, yaxshi narxlarni kelishtirib, sifatini zo'r qilib, orttirib, jo'nattirib beramiz. Bo'ladi, sizga katta rahmat. Bizga eng glavnisi akajon, kelsin, mana shu gapirgan gaplarimizni bizdan so'rab olsin. Qilib beramiz xudo xolasa. Bo'ladi. O'rtoqlar, manzilni yana to'liq tushuntiraman. Agarda siz Surxon tomondan kelsangiz, o'rta darvozadan kirganingizda, shunoq chap qo'lda sak gilam, mana lyustra aboy, bu yog'i mebel do'kon. Shunoq ro'parasida yog'ochlar joylashgan. Bandixon tomondan kelishingizda esa, shunoq kirib kelishingizda Zamon do'kondan o'tganda mana shu gilam do'konlari ro'parasida, xullas. Kelasizlar, xohlagan razmer va narxdagi yog'ochlarni Dilshod akamizdan so'rab olasiz. Xudo xolasa shuni zo'r narxlarda qilib beramiz. Keyin kelaversin aka. Xohlagan odam sinash uchun ham kelsin. Sizni mana shu yozgan narsalarni sinash uchun ham kelsin. Aniq amin bo'lib ketadi shunaqa to'g'riligiga. Chunki yolg'on yo'q bizning ishimizda. Rahmat akajon, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham akajon, charchamang.